eng katta IT kompaniyalaridan biriga qanaqa ishga kirish mumkinligini o'rgataman. Bu yerda 500 dan ortiq ishchilarga hamma sharoitlar yaratib qo'yilgan. Katta bino, qulay ish joyi, 3 qavatli parkovka, obed qilishga oshxona, top menejerlarga переговорga borishga BYD ham berishar ekan. Bugungi kunda eng katta IT kompaniyalaridan biri bo'lgan Uzinfocom kompaniyasi 22 yildan beri ishlab, MyGov, MyID, Zionet, Prezident qabulxonasi va yana boshqa ko'plab katta loyihalarni amalga oshirgan. Bunaqa katta proyektlarni ustida ishlash o'z emas. Orada dam olish uchun massaj kreslo, chill zone, PlayStation ham qilib qo'yishgan. Endi bu yerga qanaqa ishga kirishni o'rgatamiz. Uzinfocom qoshida YouStudy IT akademiyasi tashkil qilingan. Bu yerda front-end va back-end dasturlash, kiberxavfsizlik, grafik va motion dizayn kurslarini o'rganishingiz mumkin. YouStudy'da o'qiyotganlar kurs davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, katta loyihalar bilan ishlash imkoniyati bor. O'zini yaxshi ko'rsatganlarni zo'r maoshga ishga olib qolishar ekan. Hamma xohlovchilarga Uzinfocom kompaniyasida ekskursiya tashkil etyapmiz. Agar sizlar ham ishtirok etmoqchi bo'lsanglar, kommentda plus qoldiringlar.